Kalla akala. Qo'shtiq ekan. Adashmasam. Go'zal ekan uni. Novotniki. Ko'ramiz hozir. Qo'shtiq ekan. Xo'p. Akalar tushiramiz, ko'ramiz. Kimiki bo'lsa egasiga beriladi. Agar egasi chiqmasa sotiladi akalar. Tushunchi ko'ramiz qanaqa gaplar ekan. Kaptalar tashqariga chiqarmayapmiz. O'zi kelib qo'nib qopti. Chiqsak o'tirgan ekan. Ama mashina qancha ekan? Yo'l olyapti. Ketgani ham teshib olaman deb. Kelgan. Yine de mikrofon orada gerekiyor. Ama çok sevdim. Akalar tulovdagi juvona qo'shdi ro'shiga. Ama yo'q qattiq ekan. Ketgan ham yo'raveraman deyapti-yu. Tulovda ekan. Onu tulovda ekan. Bay. O'ta qattiq ekan. Ponni tulovda ekan. Tulovda kattalar chiqib ketgandi bu. Tulovdan chiqmoqda. Qattiq ekan. Hop, mana akalar tulovda ekan. To'shlar ham tulaveribdi mana. Kimikidan chiqdi ekan endi bu. Bu chiroyli narsa ekan. Xo'p. Qani katta tashlaylikchi, nimaga nima so'zga ko'ramiz. Kattalar chiqarmayapmiz akalar. Yisha yeb ketish boshlagandan beri 25 ta adashmasam kaptar yo'qotdi. Setrada yurganlarni ham terib ketdi. Ammo chiqilib faqamizni setra qilib uyalarini berdan qilib yig'ishtirib kelib oqlar. Yeb ketdi. Shu kunga davr ikkitasini yo'qotdi demişlerdi. Hozircha qoqqonimiz turibdi. Tushmayapti. Adashmasam mana shu ikkita yo uchta mishay bor edi o'zi. Sonliste. Agar yana tushmasa bir haftaning orasida juda yo'q mishaylar o'zi ketgan bo'ladi. Xudo xolsa kaptarlar chiqarib yana haydaymiz akalar. Ko'ramiz. Juvon ekan. Ama ko'ryapsizlar, qo'ragan hamma. Go'zal. Tulovda ekan. Tulovdan chiqib olsa asal kaptar bo'ladi bu. Bunga sherik. Top sherik endi. Darroda boshladi-yu. Akalar sotiladi Optimga 13 ta bor bu yerda. Hammasi ushalgan kaptarlar. 13 tani hammasini bitta olgan odamga 170 mingga berib yuboramiz. Qiziquvchilar bosib olasizlar. Nomerlarni qoldiramiz. Pochtamiz bor, bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolsa pochtaga berilaveradi. Qayerga borishidan qat'iy nazar, qizig'i yo'q.